Qani ketdik sizlar bilan bugun bir aylanib kelaylik ko'chalarda. So'rashmabman qandaysizlar? Hammanglar yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Shunaqa qilib bugun bizni mahallamiz bilan, ya'ni dvorimizdagi opalarim bilan kassamiz bor edi. Endi o'zim bilan tenglar ham bor, opalar ham bor. Shular bilan, ya'ni qo'shnilarim bilan kassamiz bor edi. Shunga bir o'tirib kelaylik deb hammamiz ketdik, 2 mashina bo'lib. Shunaqa qilib men bitta opani mashinasiga chiqdim. Shunaqa qilib ikkita bolam bilan, qizlar o'zi yolg'iz qolishmaydi uyda, o'zim bilan oldim. Shunaqa qilib aylangani mana shunaqa katta nimaga keldik? Nima deydi endi, magazinmi, supermarket shunaqa yerga keldik-da, endi konsovkasi. Shunaqa yerga kelib, o'tirib, dam olib, hiringlashib, kulishib, ozgina yozilib degandek shunaqa qilib o'tirdik. Ichlari burun boshqachasi, yo'q ahamiyat bermaganmanmi? Chiroyli qilib yuboribdi ichlarini. Uzoq, bizdan uzoqroq, shuning uchun bu yoqqa ko'p kelmaymiz. O'z oldimizda shunga o'xshagan yetib bor, shunga ko'proq chiqamiz. Bu yoq uzoqligi uchun kamdan kam kelamiz bu yoqqa. O'zi ikkinchi marta kelishim o'zi. Birda ham keldim. Keyin bugun bordik. Shunaqa qilib mana shunaqa nima deydi? Shovqin emas, tinch, mana shunaqa chiroyli joy. Shunaqa yerda o'tirdik hammamiz. Shunaqa narsa olib yedik. Gaplashgancha muzey suvlarni ichdik. Yozildik hammamiz. U yoqdan gaplashib, bu yoqdan gaplashib. O'zi mazza, bilasizlarmi, o'zi haligi ko'p xotin kishilar to'planib qolsa, hammasi gaplashib, yozilishib, u yoqdan bu yoqdan gapirib, orada chicha g'iybat ham deb qo'yim. Ashtaqalar qilib o'tirib, uni eslab, buni eslab, shunaqa qilib u yoqdan bu yoqdan gaplashib, shunaqa qilib aylanmadik. Uncha jayam ko'p videoga olmadim, chunki haligi nima общественный joyda telefon ko'tarib videoga olib yurolmayman, xijolat bo'laman, shunaqa xijolat bo'ladigan qizman men deb qo'yib. Shunaqa qilib ololmadim uncha. Shunaqa qilib men uyimga keldim. Tezda ovqat qilishim kerak deb. Nima ovqat qilsamkin deb osonroq keyin xunnon qilay dedim. Osonroq xunnon qilaman desam, margarin yo'q ekan. Voy, gap yo'q deb keyin magazinga qizlarni yetalab borib keyin yaqinroq Petochka, mana bu boshqa nimalarda margarinlar sotmaydi. Shu bitta Petochkada, Monetkada, Magnitda sotadi. Endi bizga Petochka yaqin edi, yerdan keyin margarin olib, keyin bu qizlarga marojnani olib, keyin qaytib keldik. Mana shu dvorimiz bizni, mana bitta babushka xolamiz bor, Guldir, yaxshi ko'radi, moqalaylar. O'zini bunaqa nimasini shunaqa chiroyli qilib olgan, o'zini mana atrofini qaranglar. Har xil gul, yo'q gulni o'zi yo'q desa ham bo'laveradi. Shunaqa gul ekadi. Bitta mana shu yerdalar bor. Mana qolgan nimalarda yo'q. 10 ta podez bo'lsa, 10 ta podez mana shu bitta podezda bor mana shu gullar, qaranglar. Sari gul ayniqsa boshim chiroyli ekan. Undan uyog'i mana ajib-buji bor, yo'q gul. Shunaqa bo'lsa o'zi chiqqan ko'katlar, daraxt, biz oldimizda daraxt bor. Shunaqa. Endi mana asfaltimiz maqtanib qo'yay, mana qilib yaqinda tekis qilib dvorimizga asfalt bosib ketdi. Mana qilib trotuarlarimizni tekis qilib, reshotkalarini boshqa qilib, chiroyli qilib ketdi. Dvorimiz zo'r bo'lib qoldi. Bemalol samokatlarda, velosipedlarda bolalar maza qilib o'ynashadigan bo'lib qoldi. Mana biz atrofimizda gullar yo'q. 10 etajkada turamiz. Shuni ham ko'rsatib qo'ydim-da. Gul yo'q mana bizda. Shu oldimizda bitta daraxt bor. U ham qanaqa daraxt bilmayman. Shunaqa qilib yetib keldik. Men shashilyapman, bolalarim shashilmayapti. Qaranglar. Ovqat qilishim kerak-da tez-tez. Erta ketganmiz, shuning uchun erta keldik. 12 da ketgandik. Erta borib, erta qaytib kelib ovqat ham qilib ulguylik dedik-da. Shunaqa qilib, mana shunaqa sir olaman har doim. Tuz oldim. Mana masala boshqa yo'q ekan, men hali shedrayletani yaxshi ko'rasam topa olmadim. Mana shuni oldim men. Qizlarga anaqa burchka oldim. Shu endi pishganini videoga qo'yib qo'ydim qizlar. Hali qilganimni olib ulgurmadim, chunki shashildim deyapman-ku. Hammaga yoqimli ishtaqa, baho berasizlar. Yoqdimi, yoqmadimi? Voy, undan keyin mana qilib mazza bo'lib yomg'irlar yog'ib berdi. Shu bizda yomg'ir to'xtamayapti. Optoy ham chiqyapti, baribir yomg'ir ko'proq yog'yapti. Haligi yoz bo'lib, issiq bo'lib ketmayapti. Mana shunaqa qilib salqin havolar bo'lib turibdi. Endi bunaqa bo'lganda ham yaxshi, issiq bo'lgandan ko'ra, to'g'rimi?
har kuni mana shunaqa kech paytga yaqin yomg'ir yog'ib beryapti, bo'lmasa kechqurun yog'ib beryapti.